o'chadi 7 ming. Assalomu alaykum qaynoq obunachilari. Mana hozirgi navbatdagi katolimiz Andijon viloyati Paxtabod tumani, Paxtabod tumaniga olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa mana shu katolimizni o'rnatib berdik. Yonilash jarayoni, mana hamma narsalarni, hozir ventilyator o'chdi. Mana yo'yayotgan jarayoni. Ventilyator jarayoni. Yonishi hamma yo'qlarigacha qo'yib, netib hamma yo'qlarni tiniq qilib berdik. Xudo xolasa mana bizni anaqamiz, brendimiz bemalol telefon qilsalar ham bo'laveradi. Mana shu xonadonga o'rnatib berganmiz hozir. Mana shu opamizga o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa. Zo'r isyapti. Effekti yaxshi, xudo xolasa. Mana shu xonadonga berganmiz. Bag'da 3 ta xonalari bor ekan, bu tarafda 2 ta xonalari, plus topli poli ham bor ekan. 150 kvadratligini berganmiz, 7 million so'mga berdik. Yo'lkira, bo'lkira hamma yo'qlari bilan. Xudo xolasa, kimga mana shunday katta yo'llar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.